Buyuk Britaniya dunyoning eng qadimiy va eng nufuzli universitetlariga ega davlat. Oxford va Cambridgedan tashqari bu yerda 260 ga yaqin oliy ta'lim muassasalari mavjud va 90% bitiruvchilar dunyoning eng yaxshi kompaniyalarida ish topishadi. Yana bir qiziq fakt, agar siz O'zbekistonda Westminster, Sunderland, Teesside yoki Coventry kabi universitetlarda o'qiyotgan bo'lsangiz, 3-4 kurslaringizni Buyuk Britaniyaning o'zida davom ettirishingiz mumkin. Hozirgi talabamiz ham o'qishni ko'chirayotgan talabalardan biridir. Salom, ismim Komronbek, yoshim 21 da. Men Toshkentdagi British Management University'da 3 yil o'qidim va o'qishimni qolganini Buyuk Britaniyadagi De Montfort University'da davom ettiraman. Bu imkoniyat menga yanada sifatliroq ta'lim, xalqaro tajriba va dunyo bo'yicha tan olingan diplom beradi. Eng muhimi, o'qishim tugatgandan keyin 1,5 yildan 2 yilgacha bo'lgan graduate vizani ham qo'lga kiritaman. Bu esa sohamda kuchli mutaxassis bo'lib chiqish uchun juda ham zo'r imkoniyat. Ushbu jarayonda menga tez va sifatli yordam bergani uchun Everstudy komandasiga chin dildan rahmat qolaman. Agar siz ham Buyuk Britaniyada o'qimoqchi bo'lsangiz, Everstudyga murojaat qiling. Buyuk Britaniyada birga o'qiymiz.